Buxoro shahar bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tashabbusi bilan o'tkazilgan umumta'lim maktablari o'quvchilari o'rtasida voleybol musobaqalari nihoyasiga yetib, eng iqtidorli jamoalar nomi ma'lum bo'ldi. Mazkur sport bellashuvlari yoshlar orasida sog'lom turmush tarzini ommalashtirish, ularni jismonan chiniqtirish va sport orqali jamoaviylik ruhida tarbiyalash, vatanga sadoqat tuyg'usini mustahkamlash maqsadida tashkil etildi. Musobaqa davomida ishtirokchi jamoalar katta g'ayrat, qat'iyat va yuksak sport mahorati namunasini ko'rsatishdi. Maydondagi har bir o'yin kuchli raqobat muhitida halollik va do'stlik tamoyillari asosida o'tdi. Natijalar quyidagicha: yigitlar o'rtasida birinchi o'rin 12 maktab, ikkinchi o'rin 35, uchinchi o'rin esa 26 maktab jamoasiga nasib etdi. Qizlar o'rtasida birinchi o'rinni 12 maktab jamoasi, ikkinchi o'rinni 19 maktab, uchinchi o'rinni esa 35 maktab jamoasi qo'lga kiritdi. G'olib jamoalar tantanali tadbir yakunida Buxoro shahar bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i kubogi, faxriy yorliqlari va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Mazkur musobaqa yosh avlodning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, ularni sog'lom raqobat va g'alabaga intilish ruhida tarbiyalash, sportni yoshlar hayotining ajralmas qismiga aylantirish yo'lida muhim qadamlardan biri bo'ldi.